Sizlar kutgan video bo'ladi, ya'ni telefonda Bedrock versiyada o'ynab, xuddi kim kompyuterdagidek o'ynardigan qilishda o'rgataman. Ya'ni o'sha chetlardagi tugmalarni qanday qilib yo'qotish, mana shunaqa narsalarni va o'sha programmalar haqida ma'lumot berish, ya'ni Minecraftda yaxshilab montaj qilish uchun albatta Minecraftda ham yaxshigina nastroyka qilib olish kerak. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu sizlar uchun, ya'ni YouTube'ga yangi kelganlar uchun juda ham foydali, o'zim uchun ham foydali. Ana undan ketdi. Xo'sh do'stlar, demak, birinchi o'rinda biz hozir nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib Minecraftdagi nastroykalarni to'g'rilashimiz kerak, chunki xuddi kim kompyuterdagidek chiqishi uchun yaxshigina to'g'rilashimiz kerak. Bu uchun albatta settingsga kiramiz, mana touchga kiramiz va mana shu yerdan 100% do'stlar aniq 3-siga qo'yilib 1, 2 yoki 3 emas. 1, 2, 3-siga qo'yilib, 2 bilan 3ga qo'yishlaringiz umuman shart emas, unga qo'ymanglar. Maslahat beraman, umuman qo'ymanglar unga. O'sha 3-siga mana qo'yib olamiz va qo'yganimizdan keyin pastga tushamiz va ana shu narsalar bor, hamma biladi. Buni esa o'zimiz 20 ga yoki 21 larga qo'yib qo'ysalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Shunday qilganlaringizdan keyin do'stlar, mana shunday bo'ldiki, shunday bo'lgandan keyin bo'ldi, lekin agarda video yanada yaxshiroq chiqishi uchun albatta mana bu yerdagi ovozni pasaytirib qo'yishlaringiz kerak. Bo'lmasa Minecraft ichidagi o'zini boshqa ovozlari ham bor, xalaqit beradi, bu aniq. Keyin esa playerga kiramiz va kirganimizdan keyin mana o'sha ko'rib turibsizlar, misol uchun aytaylik, hozir qaytib kirib olamiz, o'sha creative rejimga bo'lamiz. Kirib olganimizdan keyin chetdagi tugmalar kichik bo'ladi. O'zi videoga ham boshi kichik bo'lgan, ko'rgan bo'lsalaringiz. Hozir kirib olsa, obязательно kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki do'stlar 1,5 ming to'g'ridan bo'lib o'ynadigan sharmandalikda bir tezroq 1,5 mingta biz ham bo'lishimiz kerak, hatto 1 mingta. Mana ko'rib turibsiz, chetdagi tugmalar kichik edi, videoning boshiga ham kichik edi. Siz ham xuddi mana shu razmerga qilib olsalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqsadga muvofiq dedim, короче, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi esa Minecraftdan chiqamiz, bo'ldi. Telefonda o'zidan. Ana ko'rib turibsiz, hammaga ana shuni o'ynab o'rsiz telefonlaringizga ham. Xo'sh, birinchi o'ringa hamma manimcha Play Market bo'lsa kerak. Birinchi bo'lib Play Marketga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin bu yoqqa qidiruvga kirib, bu yoqdan video maker deb yozamiz. Video maker. Xo'sh, ana o'zi menga o'rnatilgan bo'ladi. O'rnatishingiz mumkin. Mana 100 million marta yuklangan, ko'rib turibsizlar. Hamma bunga yaxshi baho bergan, mana kommentariyalarga ham. Endi esa buni yuklab olasiz, o'zingiz yuklab olasiz, menga hozir yuklangan. Va buni ochishni bosamiz. Video makerga kirganimizdan so'ng mana ko'rib turibsizlar, bu yoqqa va o'zim montaj qilgan avvalgi videolarim hammasi turibdi. Bu tomonga o'sha videolarni montaj qilganman. Keyin mana bu yoqqa plus tugmachasini bosamiz va bu yerdan o'zimizni videolarimiz chiqib keladi. Yaxshi. Xullas, endi bitta videoni tanlaymiz. Misol uchun mana shuni tanlayman. Endi yo'q, bo'lmasa bu montaj qilingan ekan, uzr. Qaytib kiramiz va bu yerdan mana shu videoni tanlaymiz. Misol uchun bu hozir unchalik montaj qilinmagan, bu videoni hozirchalik ko'ring mana. Montaj qilinmagan bu video o'zim olganman. Mana. Xullas, montaj qilinmagan. Buni esa endi montaj qilishimiz uchun mana bu yerda mana bu crop degan narsa bor. Mana shuni bosamiz va ko'rib turibsizlar, hamma mana shunaqa bo'ladi. Agarda siz shortsga qilmoqchi bo'lsangiz, mana qilib qo'yishingiz mumkin, birga qo'yishingiz mumkin. Shortsga bu albatta chiqadi. Xullas, endi mana shu chetlarini kesamiz. Sekin mana shunaqa qilib kesamiz. Misol uchun mana shunaqa qilib kesamiz. Qo'l yaxshi ko'rinishi kerak, xuddi kompyuterdagidek bo'lishi kerak. Masalan, tepasidagini ham kesamiz sekin mana. Bo'lsa ko'rib turibsizlar, xuddi o'sha kompyuterdagidek bo'lgan, mana yaxshilab e'tibor beringlar. Xuddi kompyuterdagidek hech qanaqa tugmalar yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Xuddi kompyuterdagidek bo'lgan. Endi esa mana shuni xuddi shunaqa qilamiz. Endi mana bu yerdan saqlanit bo'lmini bosamiz shuni va bu to'ladi. Har doimgidek ko'p programma, lekin bunga kamroq reklama bor, to'g'risi desa, kam reklama bo'ladi. Mana. Endi bu saqlanit bo'libdi. Faqat ozgina kutish kerak xolos.
mana bo'ldi saqlandim. Endi esa bundan pastga chiqib buni qo'yib qo'yaylik. Galereyaga kiramiz. Galereyaga albatta bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Galereyada nima bosamiz mana. Ko'rib turishinglar mumkin mana. Xuddiki kompyuterdagidek chiqqan. Chetlarini kesasa bo'ldi, все. Do'stlar, shoshib nimaydi kompyuterga kirgan paytlaringiz. Xullas do'stlar, shu bilan video umid qilamanki, video oxirigacha ko'rdingiz va like bosib albatta obuna bo'lasizlar degan